asli tok odamni urmaydi. Hammamiz fizikadan o'tganmiz, qarab turinglar. Fizikadan o'tganmiz, bilib olsanglar ziyon qilmaydi. Tok simda ichida yurmaydi. Simda atrofida aylanadi. Ko'rgansizlar fizikadan, hammalar ashi darsdan qochib ketib futbolga ketib qolmagan bo'lsanglar, hamma ko'rgan. Endi qarab turinglar. Chap oyoqni ko'tarasizlar, yerda turmaslik kerak. Chap oyoq ko'tarilgan holatda chap qo'lni emas, o'ng qo'lni. To'rinchi bilan birinchini bizlar birlashtirasizlar mana. Bu zazimlanadi, bu bunga o'tadi. Chap chinchaloq qiladi, tegizib ko'rasizlar mana. Mana urmaydi tok. Chap oyoq ko'tarilgan holatda ikkovi bitta turibdi, mana urmaydi mana tok. Mana. What? Uje urmaydi. Uje o'tdi sizlarga tok mana. Ikkovini ushlasanglar ham urmaydi mana. Ha. Ikkovini ushlasanglar ham urmaydi. Единственное, esdan chiqarmanglar hech qachon. Bitta narsani. Samimiy главный akalar. Shitdan o'chiq bo'lsa bo'ldi. Uchoqchilarmi shitdan urmaydi tok. Savolimlar. Men bilgandim. Gapim ko'p edi akaga, lekin borib fizikada katta edi, siz ko'chadami demoqchi edim. Lekin unaqa qilmanglar, bu ahmoqlik bu. Realniy ahmoqlik. Даже o'chuv bilan yo'quv bilan riskovat qilmanglar. Ikkitasini bittada ushamanglar hech qachon. Bittasini ushasanglar urmaydi. Yalangoyoq bo'lib turishingiz endi. Oxirigacha ko'rmaganlar o'sha oramizda yo'q. Biluvni